Do'stlar, yana bitta 06 toping. Aka nechinchi yil aka? Assalomu alaykum. Aka sog'lik yaxshimi? 89-yil. Rangi ham bozorda bitta bo'lib turibdi haqiqatan mashina. Balonlari yaxshi holatda ekan. Aylantirib oluvdi. Salonlari vashi fan ekan, bor-ku? Motor yangi qilingan dedilar. Temir metani bormi aka? Bor. Ichkaridan ochilar ekan. Ha, do'stlar, temir metallari bor ekan. Holat haqiqatan zo'r deyaptilar. Dekonchilikmi aka? Dekonchilik. Mashina dekonchilik ekan. Salonlarni ko'rsatib qo'ying. Salonlari ham bir epika bunaqasi ekan, aka epikaniga o'xshayapti. Kareski Lasetti. Kareski Lasettida Torpedasi. Torpeda. Sidinalar qanaqa aka? Sidinalar Mercedes deyaptilar. Pult ishlaydi deyaptilar. Hamma yo'g'i. Mana maytlarda bor ekan pultlarni aylantirib olating-da. Maytda ham bor ekan. Bor ekan, ha bo'ldi, ashda ham bor ekan. Sidinaniki. Mashina kraskasi bunmi aka? Tashvit qilingan. Topilmadi. Motorlarni ko'rsatib qo'ying. Motor o'zinikimi aka? 06 motor, temir metallari bor ekan. Akkumulyator. Mashina antifrizmi aka? Antifriz. Hadavoy, mo'z. Zo'r aka. Narxi necha pul aka? Ya boshqa o'tirmay, chapga tushib berarsiz aka. Ikkini pastda ish bitmaydi-mi? Ikkini pastda ish bitmaydi. 2,5 ming aytibdilar, qalblari yo'l solsa tushib ham beradilar. Aka o'zlari dekonchilik ekanlar. Biz dekonlar bilasiz, qalblari yo'l solsa shuni o'tib ham beradi, 1-200 dollarga qaramay. Telefon nomeringiz necha aka? 88 243 1002. Do'stlar, obuna bo'lishingiz, subscribe, like bosib qo'yinglar. Bo'ldi aka, qasini aka? Aka, assalomu alaykum. Qaysi biridan aka? Sog'lik yaxshi. 1200 ga berib yuboraman. 1200 ga? Nechinchi yil siz aka? 82-yil, mashinaning holati yaxshi. 06 mi aka? 06. Mashinani ko'rsatib qo'y. 06. Mashina ashbit bo'lganmi aka? 1200 naqa bo'lgan. Olib keling, motorlarni ko'rsating. Motorlari yaxshi holatda, akkumulyator. Aka, metan ruxsatlari bormi? Yangi texnik pasport deyapti. Salonlarni ko'rsating. Dekonchilik tirikchilik aka. Salonlar yaxshi holatda ekan. Olar minadilar deyaptilar. Maytafoni bor ekan. Salonlar yaxshi holatda ekan. Temir metallarini ruxsatlari ham bor deyaptilar. Ha. Mashinaning holati zapaskasi bor ekan. Orqasida shumgalar qilib. Narxi necha pul siz aka? 1200 ga berib yuboraman. Bo'lishimi yoki tushib ham berasizmi aka? Endi o'tib ham beraman mayli. Qalbingiz yo'l solsa tushib ham berasiz aka, siz bilinib turibdi aka. Do'stlar, 1200 dollar deyaptilar. Qalblar yo'l solsa tushib ham beradilar. Past telefon nomeri qoldirib aloqasi qilasiz. Moz korobka ummaychi, aka, generalni beriladi aka. Endi egasidan so'rab ko'rasiz. Egasidan so'rab ko'rasiz. Bo'ldi. Telefon nomeringiz necha aka? 88 073. Yo'q, 88 Kodi. Ha? 073 073 75 57. 75 57. Obuna bo'lishingiz tavsiya. Aka, sog' bo'ling. Ha. 1200 deyapti. Narxlari arzon ekan. Bozorlar chepchi yurib ham qo'yganga o'xshayapti, narxi ham tushib ketganga ham o'xshayapti. Holati yaxshi, buni oldik. Aka, siznikini olaylikmi? Kimni mashina sizdanmi aka, olaylikmi, olmaylikmi? Ha? Bo'l. Ishqozlar. Bu mashina kimdan aka, akalar? 3 kosa bo'laveradimi aka? Ha, nechinchi yil aka? 73-yil deyaptilar. Mashinaning diskalari ham fan ekan. Diskani ko'rsatib qo'ying. Baloni yaxshi ekan. 73-yil deyaptilar. Motorlari, qana motor aka bu? Lasetti motori. 8 Lasetti motor. Metan ruxsatlari bormi aka? Metan ruxsatlari bor deyapti. Salonlari qanaqasida endi bu? Nexia'mi bu? Nexus sidina qadab qo'ygan ekan. Maytafoni bor. Orqasini ko'rsatib qo'ying. Kalonkalari ham bor shekilli o'ynagan. Kalonkasi bor ekan. Tomlarni ham qoraytirib qo'yibdilar. Sizga yaxshi holatda ekan. Balonni ko'rsatsam, uni ham ko'rsatib qo'ying. Temir metanining ruxsatlari bor deyapti. Zapaskasi ham bor deyapti. Holati yaxshi mashina. Kraskasi qatida aka? Ikkita joyda petno bor. Italyanskiy. Italyanskiy qatida petno masalan, birata? Oldi qanotda, ikkita oldi qanotda kraska bor. Oldi orqa butun ekanda, demak, hisobda aka. Mashina oldi qanotda deyaptilar, olib kelingchi. Oldi qanotda deyaptilar, kraskasi bor deyapti. Ha, mashina butun ekan. Mana maytdan ko'rib kelsan ham bo'ladi. Mashina butun ekan, holati zo'r ekan. Bu 01 mi, 011 mi aka? 011 aka. 01 ha, o'shani aytdim, o'sha hayron bo'ldim. 01. Narxi necha pul aka? 3,5 ming. 3 pasti ish bitadimi birata? 32 qilishdi. 32 qilishdi. Bitta qo'shsa beraverasiz. Do'stlar, 3,5 ming narx aytibdilar, lekin 32 qilishibdi. Bitta 50 dollar, 100 dollar qo'shib beraman boradilar. O'zlari bilinib turibdi. Dekonchilikmi aka? Ha, o'zimniki. O'zingiz mashinangiz. Telefon nomeringiz necha aka? 90li. 90li 582 582 4102. 4102.
Do'stlar, aytdim sizlarga 3,5 ming naqd deyaptilar. 3,200 ga bermayaptilar. Qalblari yo'rsasangiz aloqa chiqar. Shu arzoni fergana chiqsaga tushib ham berasiz. Senga 3,5 dan ancha. 3,200 ga bermayapti, chepda tushib ham beradilar. Bu kimdan bu akalar? Buni ham qo'yaylikmi? Nechinchi yil aka? 87. 87-yil. Qizilidan bosaman deganlar uchun mana qizilidan. 01. Bu kraskasi polniymi aka? Toz. 5 yil tagida aytchaman, 6 kun ham tagida aytchaman. Tozza mashina. Do'stlar, tozza deyaptilar. Mashina sidlarini qarang. Holat zo'r aka. Aka bu. Holat zo'r. Qana sidini? Bu ham Nexus sidina? Nexus. Lasetti sidina deyapti. Banoni yaxshi holatda ekan. Orqasi qani o'tadi? Yo, YouTubechi bola like bosib yuborsin, dahshati bu. Ha, dahshati to'ppa to'g'ri. Like bosib esdan chiqmasin. Orqasini ochib ko'radilar. Endi qancha yurganingiz aka? 40 mingmi, qancha? 40 ming yurgan. 40 ming yurgan ekan. Metani bor ekan. Holati yaxshi holatda ekan. Mashina kraskasi tozza deyaptilar. Bozorda birinchi marta bunaqasi bo'lyapti, to'g'ri? Anchadan beri birinchi marta. Endi anchadan beribdi. Salonlarni ko'rsating. 1 yil bo'lib qoldi shekilli. Aka mayli sog' bo'ling. O'sha gaplashamiz o'zing totib. Egasini ham motor ochilmagan ekan, zavodskoyga. Ko'ringanmi? Narxi nechi pul aka? 200 kam bor. 3 ta bas ish bitanimi aka? 3200 narxi deyapti, 3 ta bas ish bitanlar deyaptilar. Qablari yo'rsangiz o'tib ham beradi. Temir metan ruxsatlari bor, mashina deyaptilar. 40 mingmi, 45 ming yurgan deyapti. Bunaqasi bo'lmagan. Telefon nomeringiz necha aka? 91 106 75 75 65. 65 106 deyaptilar. Past telefon nomeri qolgan aloqaga chiqsa, do'stlar sizlarga qo'ldan kelgancha chiroyli qilib Abdullohni qilib berdik. Obuna bo'lish esdan chiqmasa, kommentariyaga unaqali bema'ni gaplar yozmanglar. Qimmat ekan, unaqa ekan, bunaqa. Endi qalbdan ko'ryapsizlar, egalari bilan chipcha talashib, bu qilib sizlar uchun qilyapmiz. Past telefon nomeri qolgan aloqaga chiqsa, obuna bo'lish esdan chiqmas. Mana shu videomizni podlista qilib 06 07 01 lada pada olaman do'stlar tashlab qo'ying. Obuna bo'lish esdan chiqmas, sog' bo'linglar. To'xtab turing. O'chirdingizmi?